Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizda muhtaram kuzatuvchilari. Bugungi videomiz gaza blogimizda qanchalik mustahkamligi haqida bo'ladi. Videoni o'tkazib olmasdan ko'ringlar. Batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ushbu ko'rib turgan gaza bloglarimiz 5 tonali suv idish tagiga qo'yib yuborilgan. Va buni qattiqligini bir qo'l sizlarga ko'rsatamiz. Hop, bor kuchim bilan suryapman hozir. Hop. Xo'p, qo'limda kirgiza olmaganim uchun qoqish uchun tosh topib keldim. Videoni pauzaga qo'yib. Xo'p, tosh akalar. Iloji boricha imkoniyat darajasida videoni o'zim olyapman. Ko'rsatishga harakat qilaman. Tak, o'ng qo'lda. Xudo xolasa endi buni mahkamligini yana nima bilan ko'rsatsa bo'ladi buni mahkamligini. Akalar, hop, qo'limda turgan shlaka blok 13-14 kilo chiqadi. Hop. Xullas, juda ham noqulay. Ustida bemalol turibdi. Yana nimadir qilib ko'rsatishim mumkin bo'lsa, nega ilishga harakat qilamiz. Hop, juda ham video olish noqulay bo'lyapti. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Atverkani qoqib, atverkaga 14 kilo narsani qo'ydik. Xudo xolasa muammo bo'lib turgani yo'q. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Gaza bloglarimiz xudo xolasa sifati juda ham ajoyib, juda ham go'zal. Yana bir qo'l hozir ustiga chiqib sakraman. Mana bu quruq yorlarning ustiga chiqib sakrab ko'rsataman hozir. Mana akalar, bizda maksimum 2 kun yoki 3 kunlik gaza bloglarimiz. Hozir birini yerga tashab, ustiga chiqib sakrab, imkoniyat darajasida ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni uzmasdan, imkoniyat darajasida faqat pauzaga qo'yib, sababi kamerani ham o'zim olyapman. Hozir imkoniyat darajasida harakat qilaman. Ustiga chiqib sakraymiz. Xudo xolasa, agar not bo'lganda o'rtasidan ketishi mumkin edi akalar. Xullas, sifati juda ham ajoyib bo'lyapti. Sababi faqat bitta, sementda va uni markasida. Sementimiz 550 marka Yasin. Plus dababka qilib yuboramiz. Odatda 100 kilo sement qo'shilardi. Endi biz sementni yana qo'shib bir qopni 3 ga bo'lyapmiz. Shunda 116.6 grammdan to'g'ri kelyapti. Har bir 12 ta g'ishga hisoblaganda. Xo'p, mana akalar, so'z isboti bilan sementimiz. Murojaat qilinglar. Faqat oldindan buyurtma asosida qo'yamiz. Eng kamida bir hafta 10 kun oldin bizga zakaz kelib tushsa, shunda imkoniyat darajasida chiqarib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boringlar. Ish jarayonlaridan ham imkoniyat darajasida qo'yib boramiz. Manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanida.